Amir avtosavdo kechki bozorda 2009-yil Lacetti mashinasi sotuvga qo'yiladi. 3-pensiya avtomat korobkasi bo'ldi. 320 ming kilometr masofani bosayotgan. Kraska holatlari ponni bo'lgan ekan. 2009-yil o'zida shtativni disklar turibdi. Balon holatlar ham o'rta holatda foydalansa bo'ladi. Arzonchiroq avtomat korobka olganlar uchun narxi ham zo'r bo'ldi, bilasizlar. Faqat sizlar uchun to'xtashamiz. Salon holatlar ham yomon emas. 2009 ga yaxshi holat. Xo'p, okalar, qiladan o'sh kuzovlarda bor ekan. Ponni kraska yorug' shpaklovka yorilgan joylari bor. Mana bu yoqda ham yorilgan joyi bor ekan, lekin pul ishkalat bo'ldi. Pulini ishtigan odam u yorug'likka qaramasdan olaveradi. Chunki olib jentra qo'rsanglar sizlar kopeykaga to'xtaydi. Mana kuzovlarda qiladigan ishlari bor. Обязательно aytib o'tamiz, chunki o'zoqdan kelgan odamlar ovora bo'lmaylar, hammasini aytib o'tibdi. 2009-yil avtomat korobka, kraskasi ponni, texnik holatlar yaxshi holatda. Men mashinani haydab qo'ydim. Ходовой sistemalarda ham hech qanaqa rasxodlar yo'q ekan. Ходовой ham top ishlaninglar. Vashi zo'r ekan ходовойлari. Olib mazaqada haydashinglar uchun narxini $3350 baholandi. Kimga qiziq bo'lsa egalar nomerini qoldiramiz, telefon